Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Toshkent viloyatida joylashgan Do'stlik stadionida Kafa U17 musobaqasi final uchrashuvi boshlanish arafasida. Laziz chap o'ng oyoqda tepadi va gol urdi. Futbolchilarimiz hisobda oldinga chiqib oldi. Laziz Abdurraimov o'yinning 13-daqiqasida penaltidan unumli foydalangan holda finalda O'zbekiston terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqmoqda. Unga borishyapti. Uzun pasdan keyin hujum rivojlandi. Mana bu yerda yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin. Darvozabon o'z o'rnini tark etdi. Hisob 2-0. Chiroyli gol. Darvozabonni oldinlab ketganligini vaqtida payqagan futbolchimiz juda tezkor fikrladi va to'pni yuqoridan darvozaga tushirib qo'ydi. 11-raqamda Suhrob Sadirjonov hisobni mustahkamladi. O'zbekiston, Tojikiston U17 terma jamoalari bahsida. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham mutaxassis. Mehmonlar hujumda, yaxshi hujum va gol, chiroyli gol, tan olish kerak. Tojikiston terma jamoasi a'zolari darvozamizni juda chiroyli tarzda ishg'ol etishdi, buni tan olish kerak. Taymga qo'shib berilgan daqiqalarning ikkinchisida ular hisobni qisqartirdi. Murabbiyning xursandchiligini tushunish mumkin. Qarang. Ehtiyot bo'lish kerak. Tojikistondan hujum va hisob tenglashdi do'stlar. 90+5-daqiqada Tojikiston terma jamoasi a'zolari hisobni tenglashtiryapti. Ular hozir himoyamizdagi kichik xatodan foydalanib ketdi. 2 vaziyat. Zarba berish uchun sharoit bor va gol! Ekstra taymlarning dastlabki daqiqalarida terma jamoamiz hisobda oldinga chiqib oldi. Suhrob Sadirjonov dublni rasmiylashtirdi. Yetish kerak. Lekin bu masalan FIFA yoki AFK musobaqasi emas. Bu Kafa musobaqasi, hududiy o'sha mintaqaviy turnir va u yerda final uchun reglamentni alohida taqdim etishgan tashkilotchilar va Tojikiston hisobni tenglashtiryapti. Tojikiston terma jamoasi a'zolari hisobni tenglashtiryapti. 3-3 haqiqiy Markaziy Osiyo derbisi guvohiga aylanyapmiz. Raqiblarimiz bo'sh kelishmayapti. Ular bu safar darvozamizga ekstra taymlarning mehmonlar hujumda va gol urdi ular. G'alaba golini urib ketdi. Katta ehtimol 120-daqiqada Tojikiston o'smirlar terma jamoasi. Ular dramatik uchrashuv o'tkazyapti o'zlari uchun. Juda og'ir mag'lubiyat bo'lyapti biz uchun. Hozirgi zarbani juda qoyilmaqom qilib tepib berdi. Tan olaylik raqib o'yinchisi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Kafa musobaqasida finalda 3-4 hisobida mag'lubiyatga uchrayapti. Ekstra taymlarni so'nggisiga 1 daqiqa vaqt qo'shib berdi. Mana bu holatda esa hakam hushtak chalib o'yinni yakunlab berdi. O'zbekiston va Tojikiston U17 terma jamoalari o'rtasida Kafa U17 finalida Tojikiston comeback qilib ketdi. Jamoa 1-2 hisobida boy berayotganda 90+5-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Ikkinchida ekstra taymlarning birinchisida O'zbekiston gol urdi, 3-2 bo'ldi. O'sha taym o'zida Tojikiston hisobni tenglashtirdi va plusga o'tmagandi. 120-daqiqada ular g'alaba golini urdi. 4-3 hisobida Tojikiston terma jamoasi g'alaba qozondi. Qo'shlarimiz bugun oxirigacha kurashib mana shunday muvaffaqiyat qayd etyapti. Bizning futbolchilar ham yomon o'ynamadi. Butun uchrashuv davomida munosib harakat qildi. 3 marta hisobda oldinga chiqib oldi. 2-0 edi o'zi. 2-0 ni 2-2 qildi Tojikiston. Biz tezkor gollar urgandik birinchi taymda 13-42-daqiqalarda. Keyin esa afsuski yigitlar bugun mag'lub bo'ldi. Endi futbolda g'alaba va mag'lubiyat doim yonma-yon bo'ladi.